Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videomiz Urganch shahrida ajoyib o'quv markaz qurish uchun ajoyib notalarimiz ijara chiqdi. Ko'rsamiz. Bu binomiz 3 qavatdan tashkil topgan. Xullas yana hozirgina o'quv mashg'uloti o'quv markazi bo'lib turgan konsultatsiya xizmati bu tomonda o'zil mahalla fuqarolar yig'ini unda sonlagan. Xullas Istiqlol mahallasiga tegishli bu Milliy bank nega tomoni Gold Burger. Eğer kimdeki biznesga qiziqib turgan bo'lsa, bu endi o'quv markazini ishlab chiqarishni no qilsam bo'laveradi obunachilar. Endi yana o'zini oddiy bir xonachasi bor obunachilar. Yana obunachilarimiz pastdagi shunda 230 dafadagi esa 20 kvadrat ekan. Shu podoldan qiladi ekan. Xullas zo'r yerda joylashgan ishlab turgan Shanlik yurak markazidagi tomoni Istiqlol. Xullas mana obunachilarimiz yurakka desak ham bo'ladi. Yine bu notalarımız görüşler mümkün. Şimdi notalarımız ekan ayak dilimiz 100% kafil bo'lgan, yangi ta'minlangan. Oldin ham tushirdik buni. Yine o'zini xalaqshatib, o'zini xalasa boks bo'ladi. Bir odam o'pshi olsa, buni qonni bo'laveradi bu yerda. 4 boks qilsam bo'ladi, 5 boks qilsam bo'ladi, o'pshi. O'zini nas, asnoviy nasiya qilsansa bo'ladi. Ayollar, erkaklar salonli go'zallik, o'quv markazi, podkursniyni görüşler mümkün. Xullas Beğenini obunachilarimiz 8 milyon deb ijara narxini qo'ydi, 230 kvadrat. Depenese gelişen holda 2 milyon, 3 milyon mu gelişen. Dokuntini kategoriyalarga o'zini gaz hisoblayishlari, suvlari, alohida radiatorlar bu tomoni 10 dona, neri tomoni 10 dona почти 40 tanadan qo'yilib o'tilgan ekan. Yana obunachilarimiz depadagi xonani ham kuzatib o'tsak, bu meni Nijevkadan chiroyli o'tilgan, oyoq tilan benim kafil. Yana bir aytib o'tsak 3 fazli to'qam bor ekan. Bu yerda bu endi oddiy ish bu yerdan bo'linadi. Xalosansa biennalini 20 kvadratni. Yana bu tashqaridan chiqadi. Biz hozir podol qismini kuzatdik. Oboy bo'lgan, yana to'pli pol radiatorlarimiz. Endi santexnik ishlar bitgan, suvlar yetdi, kanalizatsiya o'tgan. Bu xonamiz endi obunachilarimiz hamma biladi, o'zini hojatxonasi alohida. Agar kimdagi qiziqsansa, mulk egasi bilan bemalol bog'lansa, maksimal shu videolarni tarqatsansa, a'lo nur bo'ladi obunachilarimiz. Esa lokatsiya Milliy bank. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.